Assalomu alaykum aziz musulmonlar, aziz birodarlar. Bugun mana 2026-yil 4-may. Bugun sizlar bilan Alloh bildirguncha aytib o'tamiz. Biz hammamiz sababchimiz. Biz sabablarni qilaveramiz, Alloh shifoni berib qo'yadi. Nima demoqchiman? Angina to'g'risida gaplashamiz. Angina to'g'risida uy sharoitida yo'qotib yuborish sabablarini aytib o'tamiz. Sabablarni qilamiz. Masalan, mana shu tuz yo'qotib yubordi emas, Alloh yo'qotib yuboradi kasalliklarni. Biz sabablarni qilib qo'yamiz, azizlar. Mana tomog'i og'riyotgan anginalik nima deydi? Marojniy yeyolmaydigan, ozgina muzdek suv ichsa tomog'i ishib ketib, isitma kirib ketadiganlar uchun uy sharoitida anginani kerak bo'lsa yo'qotib yuboradi tomiri bilan. Tuz yo'qotmaydi, sababni qilib qo'yamiz, tuz Alloh yo'qotadi. Allohga shak keltirib qo'yishimizdan o'zi saqlasin. Inshaalloh dardni bergan shifoni ham o'zi beradi. Shu qilyatib, shu narsalarni mana sabablarni qilib qo'ydim. Alloh shifoni o'zing ber deb so'rab qo'yasizlar. Mana bir 200 gram suvga 2 osh qoshiq tuzni solasizlar, qaynagan suvga. Yaxshilab aralashtirasizlar. Uncha sovib ketmasin suv. Issiqroq vaqtda, kuyar-kuymas vaqtida og'zingizlarga ichib g'arg'ara qilasizlar. G'arg'ara qilganda shu angina og'riyotgan yerga yetib borsin iloji boricha. Yetib borsin, inshaalloh yo'qolib ketadi. Men o'zim qilganman buni mana 5-6 yil oldin bunaqa bo'lgan. Men ham ozgina suv ichsam, isitma kirib ketardi, angina ishib ketardi. Keyin bir do'stimiz bordi, mana aytganida qilganman 2 marta. Mana endi muzi bilan ichsam ham hech narsa qilmaydi. Shuni qilib ko'ringlar. Qilib Alloh sabablarni qilyapman, shifoni o'zing ber deb qo'yasizlar. Hamma narsa Allohdan azizlar. Allohdan beamr ish yo'q. Mana men videolarni bir 7-8 oy qo'ymay qo'ydim, ozgina afsala sovib ketib, ko'payib ketgan edi meni podpischikim 80 mingdan oshib ketgan edi. Qandaydir narusheniya deb o'chirib yubordi. Mana keyin boshladim, 7-8 ming bo'ldi. Afsalam sovib qo'ymay qo'ydim. Endi hozir ko'p odamlar mana assalomu alaykum, tog'a rahmat, aka rahmat deb mana pomidor, badringlarga dori qilgan edim. Har xil mevalarga, kasallarni ham o'qib turaman. Mana meni ko'rib bilganlar, taniganlar biladi meni. Biz sabablarni qilaveramiz. Shifoni Alloh beradi azizlar. Mana videolarni ko'rasizlar, o'qigan kasallarga ham qo'yganman. Allohning izni bilan tuzalib ketgan, shularni ko'rasizlar. Hamma narsa Allohdan, Allohdan beamr ish yo'q. Dunyo tinchlik, yurtimizni, oilamiz tinch qilsin, O'zbekistonimizni tinch qilsin Allohim. Nihoyatda O'zbekiston tinch, jannat makon O'zbekistonimizni tinch qilsin Allohim. Yana qaytarib aytaman, tuzni mana shu 2 qoshiq tuzni solib 200 gram suvga, rosa qaynagan suvga aralashtirib sabablarni qilib qo'yapman, Alloh shifo ber deb. Kuyar kuymas qilib issiqroq vaqtida g'arg'ara qilasizlar. O'shaga yetib borsin, yana qaytarib aytyapman. Tushunmaganlar so'rab berar ekan, nima qilib, mana qilaylik deb. Shuni singari shifo Allohdan. Hammamizga Alloh shifo bera olsin. Alloh aytayapti, ey Alloh, ey insonlar hamma yo'lchilarga bo'ysundirib qo'ydim deyapti. Sizlar kam shukr qilasizlar deyapti. Haqiqatan ham kam shukr qilamiz. Hamma yo'lni bizga bo'ysundirib qo'ygan bo'lsa, Allohga ko'p hamd sanolar aytishimiz kerak. Nihoyatda qancha aytsak shuncha kam. Alloh shifoni beradi, dardni beradi, shifoni ham o'zi beradi. Shunday qilib endi buni bir harakat qilib, nima deydi, qo'yib boramiz videolarda. Ko'p odamlar rahmat deb nima qilyapti, shular foydalanyapti. Nima deydi? Ozgina foydalansa biz xursandmiz. Musulmon odam
bir-birlarimizga yordam berishimiz kerak. Sizlar ham mana shu a'zo bo'lmaganlar podpiskani bosib, laykni ayamanglar. Sizlardan hech narsa ketmaydi azizlar. Qo'limizdan kelgancha Alloh bildirganicha qo'yib boraveramiz. Qo'limizdan kelgancha eshitgan, bilganlarimizni. Biz hali o'zimiz qilib ko'rib, keyin qo'yamiz. Uni odamlar biragilar aytyapti, mana pomidorlarga dori qilgan deb. Zarari bu, zarar emas. Biz o'zimiz qilamiz, pomidor, balining boshqa nimalarga. O'lmagandan keyin, foyda qilgandan keyin ina qo'yamiz azizlar. Sizlar to'g'ri tushuninglar. Musulmonlar hammamiz bir-birlarimizga aka, ukamiz, birodarmiz. Yordam berishimiz kerak bir-birimizga. Hammamizga insof, hidoyat, ofiyat beraversin. Dunyoda tinchlik bo'laversin. Yurtimizni, oilamizni tinch qilsin hammamizni. Kimlarni mushkullari bo'lsa Alloh o'zi shifo berib qo'yaversin. Kimlarni dardlari bo'lsa ham Alloh o'zi shifo bersin Alloh. Mushkullarini oson qilib qo'ysin kimlarni. Musofirliklarni ham Alloh tinch qilsin, sog' salomat qilsin, sabr, toqat, sabr qanoat, kuch-quvvat bersin, sog' salomat ishlarni, pullarni qilib, ota-ena bola-chaqalarning oldiga yorug' yuz bilan kelaversin Alloh. Qayerda bo'lsa ham tinch, sog' salomat bo'linglar. Laykni ayamanglar azizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yanagi videoda ko'rishib gaplashguncha sog' salomat bo'linglar aziz musulmonlar, aziz birodarlar.